Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akramov va sizlar bilan 3-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu natural sonlarning bo'linish belgilari mavzusida 2 ga bo'linish belgisi. Xo'p, bu mavzuda biz nima bilan tanishib o'tamiz? Demak, tasavvur qiling, bitta son berilgan, shu sonning 2 ga bo'linmasligini o'rganamiz. Ya'ni berilgan son 2 ga bo'linadimi yoki berilgan son 2 ga bo'linmaydimi? Shuni aniqlashni o'rganamiz. Xo'p, 2 ga bo'linish belgisini aytib o'taman. Agar natural sonimizning oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 lardan biri bo'lsa, deylik 0 bo'lsa yoki 4 bo'lsa oxirgi raqami yoki 2 bo'lsa yoki 6 yoki 8 bo'ladigan bo'lsa, bu natural sonimiz 2 ga bo'linadi. Tasavvur qiling 18. Xo'p, 18 2 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Nima sababdan? Chunki uning oxirgi raqami 8 bo'lganligi uchun. Yoki 24 ni olib ko'ring. 24 2 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Nima uchun? Chunki uning oxirgi raqami 4 bo'lganligi uchun. Demak, yana qaytarib aytamiz, oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 lardan bittasi bo'lgan raqam sonimiz demak 2 ga bo'linar ekan. Agar oxirgi raqam 1 bo'lsa yoki 3 bo'lsa yoki 5 yoki 7 yoki 9 bo'lsa, umuman olganda toq raqamlar bo'lsa, bu sonlar 2 ga bo'linmaydi. Yana ham yaxshiroq tushunarli bo'lish uchun amaliy qismga ketdik. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Mavzu, demak, natural sonlarning bo'linish belgilaridan 2 ga bo'linish belgisi edi. Demak, hozir 2 ga bo'linish belgisini ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda qoidani eslab olamiz. Oxirgi raqami 0, 2, 4, 6 va 8 bo'lgan son 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Takrorlayman, demak, oxirgi raqami 0, 2, 4, 6 va 8 bo'lgan son 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Shulardan biri bo'lsa, demak, 2 ga bo'linar ekan. Xo'p, demak, mana bu yerda bir nechta misol keltirib o'tilgan. Shulardan demak, qaysilari 2 ga bo'linadi, qaysilari 2 ga bo'linmaydi, shularni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi sonimiz, demak, 3.879.416 degan sonimiz 2 ga bo'linadimi yo'qmi? Shuni aniqlaymiz. Demak, buning uchun sonning oxirgi raqamini olib ko'ramiz. Demak, oxirgi raqam 6. Yuqorida aytib o'tganimizdek, 6 bo'ladigan bo'lsa, demak, bu son 2 ga bo'linar edi. Demak, oxirgi raqamimiz 6 bo'lganligi uchun, demak, sonimiz 2 ga bo'linar ekan, demak, bo'linadi. Xo'p, ana endi ikkinchi sonimizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi sonimiz 8.491.954 degan sonimiz, xo'p, 2 ga bo'linadimi yo'qmi? Shuni aniqlaymiz. Demak, bu sonimizning ham oxirgi raqamiga qaraymiz. Oxirgi raqam nechi? 4. Demak, qoidaga ko'ra oxirgi raqam 4 bo'ladigan bo'lsa ham 2 ga bo'linar edi. Demak, qisqa qilib aytganda oxirgi raqami juft bo'lishi kerak ekan, demak. Demak, bu sonimizning oxirgi raqam 4 bo'lganligi uchun, demak, bu ham 2 ga bo'linadi. Ana endi esa o'quvchilar, keyingi sonlarimizga ham o'tamiz. Demak, navbatdagi sonimiz 3 million, demak, mana belgilab olamiz, 3.187.410 degan sonimiz. Demak, bu sonimiz ham 2 ga bo'linadimi yo'qmi? Shuni aniqlaymiz. Oxirgi raqam, demak, sonimizning oxirgi raqami 0 dan iborat va qoidaga ko'ra oxirgi raqam 0 bo'ladigan bo'lsa, demak, bu 2 ga bo'linar edi. Demak, bu sonimiz ham 2 ga bo'linadi. Xo'p, keyingi sonimiz 3.837.418. Sonimizning oxirgi raqamiga qaraymiz. Oxirgi raqam nechi? 8. Qoidaga ko'ra 8 bo'lsa, demak, bu son 2 ga bo'linadi. Shuning uchun bu sonimiz ham 2 ga bo'linar ekan. Xo'p, ana endi tushunarli bo'layotgan bo'lsa, keyingi sonimizga o'tamiz. Demak, bizga berilgan ushbu sonimiz 31.942 degan sonimiz 2 ga bo'linadimi yo'qmi? Shuni aniqlaymiz, demak. Demak, buning uchun bu sonimizning ham oxirgi raqamga qaraymiz. Oxirgi raqam nechi? 2. Va qoidaga ko'ra oxirgi raqam 2 bo'ladigan bo'lsa ham, demak, bu sonimiz 2 ga bo'linardi. Demak, bu ham bo'linadi. Xo'p, ana endi oxirgi misolimizni ko'ramiz. Demak, bu sonimiz 437.891 degan sonimizning oxirgi raqami nechi? Oxirgi raqam 1. Va qoidaga ko'ra oxirgi raqam 1 bo'ladigan bo'lsa, bu sonimiz 2 ga bo'linmaydi.
Demak, 2 ga bo'linmas ekan. Chunki buning oxirgi raqami aytib o'tganimizdek 1. Xo'p, o'quvchilar, demak bu darsimizning oxirgi qismi edi. Birinchi navbatda, demak darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, mana bu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Xo'p, siz bilan Buxoro matematika maktabi va Eldor Akramov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha